Bobonodagi yuqorida bir chiroyli ta'rif qildingiz. Turkmaniston otam bo'lsa, O'zbekiston onam, Hindiston kimingiz? Masalan, Hindistonda yaqin do'stlaringiz bor. Mana chiroyli bir qo'shiqlarni kuylab, mashhur kinorejissyor, aktyor Raj Kapurlar bilan sizni xalqimiz yaxshi xotirasida qolgan. Avvaldan yoshligimdan Hind qo'shiqlarini ham yaxshi ko'rar edim. Raj Kapurning kinolarini ko'rgandan keyin uni ovozini Mukesh degan berar ekan. Muhammad Rafi, Mukeshlar, bularni Raj Kapurlarni, bularni g'aybona ustozim deb bilaman-da. Chunki ularni ko'rmadim-da yoshlikda. Ko'rmagandan keyin kuyi yaxshi, kuyi quloqimda qoladi-da, ularni kuyi. So'zlarini yodlab bilmasam ham hammasini kuylari yodimda turadi-da. Keyinchalik mana Toshkentga borgandan keyin radioga borib so'zlarni to'g'rilab aytmoqqa boshladik. Avval shu so'zlarni bilmas edim yosh vaqtimda. Ana so'ng so'zlarni to'g'rilab Hind qo'shiqlarini ham radioga berib boshladik. Bu radio so'ng Hindistoncha eshittiradi. Hindistondan ham u yoqdan radiomizga o'zimiz ham Toshkent radiosini necha yil takliflar kelar ekan ayttir deb, bobom ratamdan ayttirg'il deb, ular ham so'ng menga aytar edi. Men Hindistondan ham xatlar kelib turibdi degandan keyin men yana qiziqib hindcha aytasim keladi. Shular men aytganimni eshitar ekan deb. Ana endi 82-yilda meni film qilishga taklif etdilar, film konsert qilish uchun. Mana Xivada aytdim o'tirib, avvalgi muzikantlarim bilan. Shu vaqtda Raj Kapur ham kelib qoldi kino festivaliga. Ana shu Raj Kapur kelgandan so'ng rejissyorimiz, film olib turgan rejissyorimiz aytdilarki, siz hindcha ham aytasiz, Bomrat aka. Ana Raj Kapur keldi, bir hindcha aytmaysizmi? Shuni ham chaqirsak. Degandan keyin men aytdim, juda yaxshi bo'lar edi. Borib ko'ramiz dedilar, kelsa yaxshi bo'lar edi deb ular taklif etdilar. Raj Kapurning yoniga borib, shunday bir sizni qo'shiqingizni aytadigan bir inson bor shu yerda, sizni juda hurmat qiladi, yaxshi ko'radi, muxlisingiz degandan keyin u kishi boraman debdilar. Ana u so'ng eshikdan girib kelishi bilan rejissyor aytdi, endi biza rejissyorchilik yo'qki bizada. Shu girib kelishi bilan Raj Kapurning qo'shiqini shunday aytib turasiz degandan keyin shu Raj Kapur girib kelgan bilan biza shu qo'shiq aytib turdik. U kishi shunday deb qarsak chalib girdilar. So'ng birga o'tirib mehmon qildik. Mehmonni atishni uzib qo'ydik bir joyni. Yaxshiroq bir joyni. U kishidan nima yeb, nima ichadiganlarni ham so'rab oldik-da. Nima yeydi, nima ichadi ular. Ular albatta mol go'shti yemas ekan, ammo shu tovuq go'shti yer ekan. Tovuqdan tayyorlab, hamma narsadan tovuqdan tayyorlab kutib oldik u kishini. Birga o'tirib qo'shiq aytdik, so'ng 1-2,5 soatcha qo'shiq aytdik birga o'tirib. U vaqtda yosh vaqtimda juda hindcha qo'shiq ko'p edi menda. Keyin birga quchoqlashib ham bunday qo'shiq aytdik. Biz qo'shiq aytib turardik, Raj Kapur to'g'ri kelib bo'ynimdan olib, to'g'ri "Mesamuju jajihe divana, o mesamuju jajihe divana, mujhko longta hai" deb men bo'ynimdan olib, to'g'ri menga qo'shilib ketdi. Shunda ko'p mana kimlardir bu avratamdan mana hindchani so'zlarini noto'g'ri aytsa kerak deb yurgan odamlar ham shunda qoyil qoldi. Chunki men Raj Kapurga qo'shmadim. Men aytib turgan yerda, Rivoq bilan aytib turgan joyda Raj Kapur kelib bo'ynimdan olib to'g'ri menga qo'shilib ketdi-da. Men noto'g'ri aytganda Raj Kapur qo'shib bilanmi hindchani? Shuning uchun shular ham yaxshi bo'lib ketdi-da biz uchun. Raj Kapur kelib to'g'ri bo'ynimdan olib qo'shilib aytib ketdi. Bu bir juda yaxshi bo'ldi. Keyin Raj Kapur bilan bozorlarga borib birga o'zi taklif etib bozorga borib kelamiz, o'ra borib kelamiz, bera birga ko'chalar aylanib, bozorlarga ham chiqib, eski Jo'va bozorlarni birga borib, qari kampirlar ham bolam Raj Kapurmi bu? Dedi, "Ha, Raj Kapur deymiz-da." Raj Kapur o'zi ham, "Ha, Raj Kapur" deb o'tadi. Bir sho'x, bir ashularga bir boshqacha tushunadigan inson ekan. San'atni shunday sevadi, san'atni yaxshi ko'radi. Shunday bir inson ekan Raj Kapur. Endi uni bunday bir til bilan ta'riflab bo'lmaydi. Shunday bir kamtarin inson ekan endi Raj Kapur.
Ben gazetesiga bir kun boraversam, u chiqib kelayotgan ekan. Odamlar ko'raman deb, gazete jurnalda dolu odam Raj Kapurni ko'ramiz deb. Raj Kapur uyandan keldidan qo'lini shunday deb, "Baba Murat" dedi. Hamma odam orqasidan qaraydi, menga qarab. Men bu